Resulallah, Habiballah, Nebiyallah, Şefi'allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم hurmatli qarindoshlar. Biz oldingi darsimizda Arishi Allodan kelgan nido degan oldingi darsimizda ikki nuqta ustida to'xtalgan edik. Birinchisi Makkaning qisqacha tarixi, ikkinchi nuqta bo'lsa shu Fil vaqasi. Ya'ni Yamandagi Abrahal Ashram Xoni Kabani buzaman deb kelgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo o'z qudrat kamoli bilan Xoni Kabani saqlab qoldi. Endi biz buning bir narsani qiyos qilsak qarindoshlar, ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'zining dinini mushunda saqlab qoldi. Dinning yo'qolib ketishidan qat'iy ansirmasak ham bo'ladi qarindoshlar. Mana bu Abraha Xoni Kabani buzib, dinning markazi bo'lgan, musulmonlarning qiblasi bo'lgan Xoni Kabani buzaman debdi. Buning Alloh o'zi bevosita qo'l tiqib Abrahani vayron qildi, halok qildi. Shuning uchun dini yo'qolib ketarmiki degan g'amni yemay, balki biz o'zimizdan g'am yeylik. Biz mush dinning askari bo'la oladikmi? Mush dinning xizmatini qila oldikmi, qilamadikmi? Buningdan ham yesak bo'ldi. Endi mush Fil vaqasi bo'lib saq 55 kundan keyin Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam dunyoga keldi. Milodi 571-yili 4-oyning 20-kunisi. Hijriya bo'yicha, ya'ni osmondagi oy bo'yicha Rabiul Avvalning 13-kunisi dushanba Rasululloh dunyoga kelgan. Rasululloh Makkada dunyoga keldi. Alloh subhanahu va taolo mushundaq bo'lishini iroda qildi. Nima uchun Rasululloh Makkada dunyoga keldi? Balki Rasululloh Amerika dunyoga kelsimi, Allohning Rasululloh g'alaba nusrat ato qilishi qo'lidan keldi. Nima deb Rasululloh boshqa yerga kelmay Makkada keldi degan vaqtida biz dedik, Makkada nurg'un sharoitlar bor edi. Biz Rasulullohning nima uchun Makkada dunyoga kelib, da'vatning Makkada boshlanganligini inchik tushunsak qarindoshlar, shuningdan biz mush ummatni qayta qurib chiqish, bir harakat etib berish qonuniyatlarini mushu siratdan chiqarib olamiz. Masalan, Makkada Rasulullohning dunyoga kelishdagi sabablarining biri Makkada markaziy hukumat yo'q dedik. Sistemli qo'shin yo'q dedik. Shundaqla Makkada har xil falsafaviy iqimlar yo'q edi dedik. Mush sababli nurg'un sabablar tufayli Rasululloh Makka dunyoga keldi. Endi Rasulullohning dunyoga kelgan vaqtida dedik, Rasulullohning dadasi bo'lsa Abdullah edi. Abdullah Rasululloh tug'ilishdan burun dunyodan ketgan. Rasululloh onasining qo'sig'lik chog'ida dunyodan ketgan. Endi biz bu Abdullahning bir tarix to'g'riliq azroq to'xtalaylik. Rasulullahninki dadasining dadasi, ya'ni Abdul Mutallib, bu kishi tushida mundaq bir tush ko'rdi. Sen Uhpur tiba deydi. Uhpur tiba degani ya'ni xushbaraqni ko'la. Ya'ni birni xushbaraqni ko'la degan, "Umat tiba", u xushbaraq degan nimani ko'layma desa, shuning tushidagi odam ketib qoldi. Ikkinchi kuni yana tush ko'rdi. Ihfar madmuna deb. Ya'ni unda qurib ketmas, sen qurib ketmaydigan, mangu suv to'xtab qolmaydiganni ko'la degan, "Voy nima o" desa, tushidagi odam yana ketib qoldi. Yana tushga kirib, uchinchi kunsa yana tushga kirib, "Ihfir zamzam bayna farasin wa dam inda ghurabil a'sam inda qaryatin namla" deydi. Bunda degani, ya'ni bu Rasulullohning bobisi shunda bir tush ko'rdi-ku, tushida bir odam kelib Zamzamni ko'ladi.
O zamzam bo'lsa qon bilan jinning o'ttirisida oq qanotliq G'urabil A'sam degan qanotida oq tukva qog'i cho'qog'ayada Chumililarning shahrida, ya'ni Chumilarning shudida degan mushunda bir tushdi deb turdi. Shuna aytsa bu odam bu 3 kun uda bu tushni ko'rgandan keyin unisiga arablar zamzam desamadan biladi. Bu zamzamni men qo'laydan o'xshayman deb aytgansa jotoni edib, ya'ni qo'lig'ini chiqdi. Chiqib bu belgilarni deb berdi-da, belgisi biri shunda bir qonvoyada, ikkinchisi qog'i cho'qog'ayada, uchinchisi shu yerda bir chimilininki usva deb shuni deb bergandan keyin deb chiqib Xonikabining atrofida tursa 3-4 arablar bir kalni so'rab kelib, Xonikabining yendiki Naila deydigan butning qishida kalni bo'g'izlaymiz deb shu yerda kalni bo'g'izladi. Shundan qon degandan keyin qonni ko'rdi, lekin ilq kala bo'g'izlayotgan jarayonda bağlagan jipni yeshib ondan qo'poplan 20-30 metr narsa qo'yib ondan keyin o'ldi bu kala. Shundan bu qonning doirasi 20-30 metr kengayib ketganlikdan o Makkaning o tog'liq o doirachining chuqur muqim bir yana qo'limsa u chaqning imkoniyati bilan u yana qo'lash imkoniyati yo'q. Shundan qanday qilsam bular bu qonni ko'rdim deb tursa bir qog'i uchib keliblan shu kal o'ltiga yaning bir yoq qo'nib bir yana chuqul tegdi. Şuan misha shu o'xshaydi deb bo'lsa, shu yerda chimilning bir o'z tug'an, misha shu ekan deb shu yerni qo'lashga tayyorlik qildi. Endi bu chaqda bu payg'ambar alayhisolamningki bobisining bir o'g'li bor edi, ismi Harisa. O'g'li dedi, "Balam men Kabe'ning yeni qo'lasam, hali arablar boshqalar kelib, nima uchun qo'laysa meni qo'latmaydi? Shuning uchun men qo'lay, sen boshqalarni to'sib tur" dedi. Ma'qul deb yana qo'lga tekkandan keyin boshqalar kelib o'ynim deb bu Kabe'ning yeni qo'laysa, voy qo'lima qo'la deb o'g'illar ishtishib turdi. Shundan bu bichara bir o'g'ilning kuchi yetmay, tasdiq tashlab turgan vaqtida Abdulmuttalib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allohu akbar deb to'lab ketdi. Shu an arablar chuqur bir narsa tepdi deb qarasa, quduqninki ig'izi ko'ringanda. Demak, shu yerda bu payg'ambar alayhisolamning bobisi zamzamni qo'lab chiqadi, bu yerdan oltin chiqdi. Hatto mushu burun mushu Xonikabiga sadaqat qilingan oltinlarni arablar jaran shaklida quyib ashunda qilayotgan ekan. Jurhum qabilasi, men sizlarga ikkinchi dars so'zlab qoldim. Jurhum qabilasi Xuza'a qabilasi tarafidan mag'lub bo'lgandan keyin zamzamni kun bitimiz deb shu zamzam quduqqa shu haramning oltinlarini tang shu kumib qilayotganda bu yerda oltinlar chiqdi. Shundan payg'ambar alayhisolam bobisi Abdulmuttalib shu oltindan haramning eshigininki teshini oltin bilan qoplatgan. Shuna bu zamzam chiqqandan keyin bu arablar shu yerdagi Makkaning cho'nglari bu Ismoil alayhisolamning Ibrohim otamizdan qolgan zamzam bu hammamiz tang sherik deb turib oldi. Shun payg'ambar alayhisolamning bobisi "Yo'q, bu zamzamni men qo'lab topdim, mening bu" dedi. Chunki bu zamzam bu Makkaga nisbatan bir hayotlik manbasi qarindoshlar. Chunki shu zamzam quduq qo'lnishdan burun arablar suvni Makkaning sirtidan aklashga majbur bo'ladi. Bu zamzam deganninki tarixiy ahamiyat ega, diniy ahamiyat ega, Xonikabining yendan chiqqanlikdan bu shu vaqt nisbatan zo'r bir boylik ham shon sharafning belgisi edi. Shuning uchun arablar buni talashdi. Shundan talashib buni qanday qilamiz deb oxirida mush nimada Madinada Bani Sa'd deydigan bir qabilninki bir sehrigar falchi biznikidagi qari kitob mollam deb qo'yamiz. Shuning o'xshash bir ayol bor ekan, shuni qishig'i berib shu bizning datalashni arab qo'ysin dedi. Hada bular shu vaqt o'z vaqtida Madinaga borsa, bu ayol Xaybarga ketib qolgan ekanda. Shular Xaybarga boramiz deb manga vaqtida yo'lda bularning suytiga ketib qoldi. Shuni hammasi o'lim girdava baga vaqtida oxirisi bu payg'ambar alayhisolamning bobisi ana bunda uylab ketkichlar o'zining tuqqanlarga ana uylikimiz sirtimizda qolmasin, bir ko'lab qabrimizni ko'lab qo'yli deb shu ko'lash jarayonida suv chiqib qoladi.
Abdülmuttalib qo'lg'ayadan suv chiqqanlikdan qolgan arablar mushundoq cho'l jazira yeni san qo'lg'adan suv chiqibdi. Bo'ldi biz u xotindan qashqan bormaymiz. Bu Alloh san bergan bir marhamatgan. Bo'ldi Zamzam buningdan sining deb shu yerdan qaytib keladi. Endi bu Abdülmuttalib shundan xo'shib ketib bu Zamzamni Allohning berganligi, andikan oyada bir o'g'ilning yolg'izchilik topganligini ko'rib Zamzam qo'lga vaqtida Alloh menga 10 o'g'il versa birini qurbonlik qilaman deb shu yerda Kabening oldida qasam ichadi. Oylar o'tib, kunlar o'tib Abdülmuttalibning bir necha ayoldan 10 o'g'il, 6 qiz saq 16 farzand bo'ladi. Endi va'dasiga vafo qilish uchun bu o'g'ildan birini qurbonlik qilg'ili tayyorlik qildi. Shuning bilan bu yerda chek tashlash orqali qurbonlik qildigan ism Abdullah, ya'ni Rasulullohning dadasiga chiqib qoldi. Abdülmuttalib bo'lsa, 10 o'g'ilning ichida eng yaxshi ko'rgan o'g'li shu Abdullah. Chunki Abdullahning aqlliq, zirak, tijoratga usta, ashundaq bir o'zini qamlashgan yigit bo'lganlikdan dadasi buni bak yaxshi ko'rganlikdan mush Abdullahdan boshqasiga chiqib qolsa deb orzu qilsimi, lekin chak Abdullahga chiqib qoldi. Shuna bu Abdullahni qurbonlik qilaman deb Xoni Kabini oldiga akaya vaqtida Arabninki cho'nglari, ya'ni shu Makkaning peshvolari Abdülmuttalibni to'sib oldi. Chunki sen bu balani bu yerda qurbonlik qilsang, Arablarning ichida mushunaq balasini qurbonlik qilish odatga aylanib qoldi. Chunki Abdülmuttalib o'zini men so'zlab o'tgandek, bu bir shu vaqtda Xoni Kabining diniy boshlig'i. O'zi bo'lsa obro'yli, salobatlik, hamma haq o'rnak qilgan bir shaxs. Ya'ni kelib Zamzam mush odamning qo'ldan dunyoga keldi va Makkadagi eng peshqadamlarning biri. Bo'lganlikdan sen bu bir odamni qurbonlik qilish orqali Allohga bo'lgan yaqinchiligini bildirsan, boshqalarni sen do'rab o'shunaq bolalarni bug'zlaydigan bir odat bo'lib qoldi. Bunda qilmaysan lekin men qasam ichgan qanday qilmaysan? Yine ash burunqi asirigar palch xotinni qashirib so'raymiz deb o'sha Madinaga berib xotindan so'rasa, u xotin deydi, sizlarda bir odamni o'ltirib qo'ysanglar, shu odamning diyeti, ya'ni bir diyetga, ya'ni to'lamga qancha to'g'i to'laytinglar degan chog'da 10 to'g'i to'laytoq degan lekin unda bo'lsa sizlar ikki chekka, birisiga Abdullah, birisiga 10 to'g'i deb yozsizlar. Ash to'g'i chiqqan chog'da anandan keyin to'g'ini necha to'g'i chiqsa shuni qurbonlik qilsinlar. Abdullah qutulib qoldi deganda chakini tashlasa, Abdullah deb chiqayoldi. 10 to'g'i, 20 to'g'i, 30 to'g'i deb to'g'i 100 ga olgan chog'da andan to'g'i deb chiqdi. Shundan Rasulullohning dadasi bu qurbonlikdan qutulib qoldi. Shuning Rasululloh o'zini ana ibnuz zabihayn degan. Mana ikki qurbonlikning bolasi. Birinchisi o'zining dadasini demakchi, ikkinchisi Ismoil alayhisalom demakchi. Chunki payg'ambar alayhisalom Ismoil alayhisalomning avlodlaridan. Endi bu Rasulullohning babasi o'zining o'g'li Abdullahning bu ilmdan qutulib qolganiga qo'shilib ketib, shu chog'dagi isil nasablik, fazilatlik, dindor, o'zi chiroyli oila kelib chiqishi katta bir oilaning qizi, ya'ni Vahbining qizi Amina onamizni Rasul o'g'liga Abdullohga ayttirdi. Shuning bilan bu Abdullah tijoratda munosabati bilan Suriyaga tijorat ketib, qaytish yo'lda Madina o'zining ayolining vujudi bo'lgan Madinadagi tuqqanlarning qishida kasal bo'lib vafot bo'ladi. Demak, Rasululloh bu chaqda onasining qo'shiq dedi. Shu Rasululloh bu dunyoga keladi. Dunyoga kelib Arablarningki qoidasi bo'yicha ballarni shu yezilarda cho'ng qildi ekan. Nima uchun degan vaqtida bunun birinchi sababi Makka bir diniy markazda bo'lib qolmasdan shu vaqtdagi Arab yerim oralidagi zo'r bir tijorat markazi. Endi tijorat markazi bo'lgandan keyin bu yerga arablar keladi, boshqa millatlar keladi. Undan keyin boshqa millatlarning o'rtoqlashib qoladi. O'rtoqlashib qolgandan keyin yot millatlar arab tilini o'rgangan chog'da arablarda sog'lom so'zlayolmaydi. Unda bo'lgan ekan bu bolalar Makkada cho'ng bo'lsa til jihatdan, ya'ni arab til jihatdan sog'lom bo'lmaydi. Mush yezining tili sog'lom deb, bolalarning arab tili sog'lom bo'lsin deb shu sababdan yezlarni cho'ng qilgan.
adeti barkan. Nimişqa degan vaqtida hozirmi qarindoshlar mana shu Makkaga borsak, ashaning arab tilini buzib so'zlaydi. Nima uchun desa, shu yerda yashayotgan Pokistonlik, Hindistonlik, Afg'onistonlik kishilarga tilni tushundirmaymiz deb, chunki chet ellik bo'lgan tilni buzib so'zlasa, arablarni shu buzib so'zlab tushundiramiz deb, hozir bu tilni buzib so'zlagan odat bor. Ikkinchi sababi bo'lsa, qarindoshlar, yezdi cho'ng bo'lgan bolalarning tili sog'lom bo'ladi. Chunki ular tabiatda tabiiy narsalarni yeb, tabiiy havolardan nafaslanib, tabiatning qo'ynida cho'ng bo'lsa, sog'lom cho'ng bo'ladi deganlikdan yezga qo'yib ekan. Uchinchi sababi bo'lsa, yezdi cho'ng bo'lgan bolalarning psixikasi, ruhiyati, mijoz xulqi noiti isil, pokiz, yag'anchini bilmaydigan oddiy soddiy mushunda cho'ng bo'ladi ekan. Mushunda sababdan arablar Makkada yashayotgan arablar bolalarini mush Makkaning atrofidagi qishloqda yashaydigan arablarga boqtirdi ekan. Mana shu jarayonda payg'ambar alayhisalom tug'ilib, shu inik ana birimiz degan vaqtida Sa'diya qabilasidan, ya'ni hozirgi shu Makkadan taxminan 100 kilometr sharqda Taif deb bir shahar bor. Shu Taifga qaraydigan Sa'di qabilasi, ya'ni Taifga 75 kilometr keldi. Shu yerdan bir necha ayollar Makkaga berib, ashunda imitadigan bolalarni tepib imitimiz deb Makkaga keldi ekan. Chunki bu ayollar shu qabilada bir ocharchilik bo'lib, bir qurg'oqchilik bo'lib, ular shuna bal imitish bilan asbas kirim qiladigan bir nimasi bor ekan, ishi bor ekan. Shu ayollar Makkaga keladi. Shu Makkaga kelgan ayollarning ichida Halima Sa'diya, ya'ni Halima deydigan bir onamiz bor. Bu onamizmi bir oqsoq atan deb qo'ydi, bizning Uyg'urchadan biz bir madishak deb qo'yamiz, ya'ni eshakninki chisi hamda. Shu bir oqsab qolgan bir eshakka minib Makkaga keladi ekan. Makkaga kelgandan keyin üzülen kelgan barliq ayollar shu yerdagi baylarninki bolalarni elib imtish uchun hammasi bal oladi ekan, bal topalaydi ekan. Halima onamizga bola chiqmaydi ekan. Muhammad alayhisalomni hech kim olmaydi ekan, chunki bu o'z yetim deb. Nima ish qilsangiz, u chaqda arablarning qoidasi bo'yicha unda imitib berganga bunda muqim aniq bir maosh yo'q ekan yoki aniq bir pul yo'q ekanda. Chunki imitib bersan, beqib bersan, manchilik maoshimiz degan gap bu arablarning o'shada g'ururi degan gap ekanda. Xudimda pulga imitganda, uni amaliyotda o'zining bolasi deb mandaq boqadigan, imitadigan, amgan bolani uni onadek ko'radigan mandaq bir qoidalar bor ekan. Şunlar bu Rasulullohning dadasi bo'lgan ekan, aniq bir pul kelgan shunga hech kim olmagan ekan. Shunlar bu Halima onamiz faqat ko'ngli xolamay, amalsiz erining maslahati bilan hamma adam bir bal ko'tarib bo'lsam, sen shunda quruq boramti, kelgandikan bo'lib yetim bo'lsin deb ep qo'yli deb, shu Muhammad alayhisalomni Halima onamiz opirib imitgan. Endi bu Halima onamiz bu Muhammad alayhisalomni olgandan keyin hali oqsoq ishiga o'ngshilib shunda tizmandigan, süt chiqmagan kala qo'ylardan shunda obdan süt chiqadigan. Hatta o'zlimi burun ochliqdan süt kelmasa, hozir yaxshi süt kelib, burun to'ymagan bolasi hozir to'yib, hatta shundan qo'shib Rasulullohning süt to'yib, shunda Rasululloh oilasi kelgandan keyin shu Halima onamizning oilasiga nihoyat barkat yoqqan. Hatta Halima onamizningki qo'ylarini baqqal ochsa, qo'soqlari to'yib, sütlari patmay, qo'yninki yilini yo'g'inab mushuna bo'lib ketganda, shundan qo'shnilari bolalarga aytgan, bu nima deb bizning qo'yning qo'sin to'ymaydi, qo'yimizning suti yo'q, Halimaning qo'yini ochilib ketgan. Bosh Halimaning bolalari qo'yni nada boqsa, sil mushadi beqonlar degan mushtarjida Halima onamizning uyiga, hatto shu qabilaga bir barakat paydo bo'ldi ekan. Shundan bilan bu oilada payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu oilada 2 yoshga kirdi. 2 yosh kelgandan keyin qoida bo'yicha bir bola sutdan ajraydi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni onasi qaytarib kirish to'g'ri keldi. Lekin Halima onamiz bu barakatni ko'rib, Rasulullohning onasiga, "Voy, men beqbersam nima bo'ldi? Obdan cho'ng'otdi, mishada yaxshi tilni o'rgansin, mishada o'ynab tin salomat cho'ng'otsin" deb nurg'a yalvorib, payg'ambar sollallohu yana qaytarib akitdi. Hamda Rasululloh Halima onamizni qashda 4 yosh kirgan vaqtida mandaq bir ish yuz berdi. 2
farishta kelib Rasulullohni operatsiya qilib, yurikidan bir tishlam qor bir narsani ep tashib o'tadi. Bu bo'lsa shaytonning nasibasi edi. Ondan keyin Rasulullohning yurikini yub joyiga ko'krigini tikib qo'ydi. Anas radhiyallohu anhu men Rasulullohning ko'krigida jipning izini ko'rdim degan qarindoshlar. Endi bu yerda azroq bir to'xtalsak bo'ldi. Chunki biz bu payg'ambar alayhisolamning hayotini o'rgangan vaqtida mushnundan bir ibratlarni olamiz, bir darslarni chiqaramiz, qoida prinsiplarni chiqarib, o'sha ummatningki bir qaydadan qurilishiga, ummatning zulmdan qutulishiga, o'sha Rasulullohning hayotidan biz bir chiqish yo'lini topamiz degan. Shuning uchun biz bunda tarixiy voqealikni bayon shaklda bayon qilmaymiz qarindoshlar. Balki bundan bundaq bir darslarni o'rganamiz. Chunki Rasulullohning hayoti, Rasulullohga aloqador har qanday zir-zavar, har bir chikitlarda biz o'rganadigan darslar va qarindoshlar. Masalan, dedik-ku, masalan Rasululloh nima uchun Makkada dunyoga keldi degan vaqtda bir markaziy hukumat yo'qdi, bu yerda bir falsafiy har xil iqlimlar yo'qdi, sistemlik askar yo'qdi deganimiz, bizim bir ish qilib qolsak, mana mushunda muhit, mushunda sharoitning biror da'vat, biror fikr, biror planning vujudga chiqishiga, ashunda sharoit bo'lsa yaxshi demoqchi qarindoshlar. Shunga o'xshash, hamda Rasululloh shu operatsiya bo'lishida hamda chunki Rasululloh butun Rasulullohning davridan tortib qiyomatchilik yashamoqchi bo'lgan musulmonlarga o'rnak bo'ldi qarindoshlar. Bu o'rnakni Alloh subhanahu va taolo o'z inoyati bilan, o'z marhamati bilan, o'z qo'li bilan alohida tarbiyalashga to'g'ri keldi. Anda bo'lgan Rasulullohning qalbidan shaytonning vasvasasini qabul qiladigan ma'lum bir narsani tashyapti. Hattoki Rasululloh Oysha onamizga dedi: "Her qanday bir inson tug'ilsa, bu inson bilan tang bir shayton birga bo'ldi" dedi. Ya'ni ki Oysha onamiz hayron qilib: "Ya Rasululloh, ey Allohning payg'ambari, undaqda bu shayton sildim bormi?" debdi. "Menda bor, men bilan birga, lekin Alloh menga yordam qilib bu shayton musulmon bo'ldi" degan qarindoshlar. Demak, Rasululloh hayotida shuning uchun ozmagan. Rasululloh hayotida xato ish qilib boqmagan. Rasululloh hayotida yolg'on gap boqmagan. Rasululloh hayotida bir aqlga, mantiqqa zid, axloqqa zid bir ishni qilib boqmagan. Rasululloh shu Makkada eng avjagan zinoxo'rlik, aroq sharob ichish, fohisha, jazonixo'rlik ish qilib, ash Makkadagi chiriklik, maynat ishlarning hech birisini qilmagan qarindoshlar. Mushunda pok holatda yashagan. Chunki Alloh mush darajada Rasulullohni tarbiyalagan. Hattoki men sizlarga bir voqealik so'zlab beray. Bir odam Rasulullohni o'ldirish uchun biqinga xanjarni yushirib Rasulullohni qashib keldi. Rasululloh buni Jibril alayhisalom vahiy qilib, Rasululloh buni bilib qoldi. Bilib qilib, ashonlan bunu bu odamga deydi: "Sen meni o'ltirg'ili kelding. Chunki sen paloniyada ikki o'tirib, mushta deyishding" degandan keyin bu odam g'ingishib uni deb bunda chikdi dedi. Shu vaqtda Rasululloh sahobalarga deydi: "Nima deb buni meni qashimga kirdinglar?" degan ekan. "Ya Rasululloh, biz bilmabdi. Agar siz ko'zlarini shunda qisib qo'ygan bo'lsa, biz buni jaylamamdiq" degan vaqtda Allah bizdeki peygamberlerin köz hıyanetini kılıç çeklengen degan. Hatta baş közünde kısıp koyğanda közden hıyanet edip Resulullah'a şunçilik hatalık ötküzüşke Allah ruhsat kılmagan. Resulullah'ın muş derecede Allah öz merhamet bilen muşunda terbiyeleyen. Nima üçün dese ümmetke örnek oluş için. Endi mening bu yere demek yo'qning nima degan chaqda qarindoshlar. Nurg'un bizning Uyg'urlarda ichida bizda hozir eng Uyg'urlarda eng muhim, eng kam bo'layotgan narsa bizga boshchi yo'q, bizga qo'mondonimiz yo'q, bizning dohimiz yo'q. Nimishqa degan vaqtda biz o'zimizning qo'mondonlarga mana shunday yuqori o'lcham qo'yib olamiz. Bizning qo'mondonlarimiz qat'iy ozmaydigan, qat'iy xatolashmaydigan o'lchamni qo'yib olamiz. Endi bu Rasulullohning ozmasligi bir shaytini yo'q.
dedik şeytan Müslüman oldu. İkincisi Allah Allah'ı terbiyeledi. Operatsiya qilib yurakdagi nurg'un narsani elvatdi. Ammo Rasulullahdan boshqa har qanday bir odamda shayton bor. Yuragida shaytonning vasvasini qabul qilgan qubullig'uchi bor qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz qo'mondonlarimiz unda yuqori shartni qo'ymasligimiz kerak. Qo'mondonlarimiz xatolashidi. Bu muqarrar qarindoshlar. Ular xatolik o'tkazadi. Ammo uning bir o'ttirg'i chiqsa, uning qo'mondonlik loyiq o'zida bir sufat bo'lib qolsa, xatoliklarni qabul qilishimiz va uni yepishimiz bu bir inson bu xatolashidi deb buni tushunishimiz kerak. Ammo sizlar biz qarindoshlarimiz ishimizdan bir odam chiqib bo'lguncha uning oz-to'l xatoligini ko'rib olsak, shuni batmara qilib, shuni cho'ktirib, xalqning nazaridan tushirib yo'q qilmoqcha uxlayolmaydigan bir insonlar bor bizning ichimizda. Allah ko'nglimizga insof bersin qarindoshlar. Voy dunyoda zodi ashu bir sahobidek bir mullulab ket, Aflatundek faylasuf bo'lib ket, nima boyulab ket, senda eyib nuqson xatolishni xoli bo'g'ilmaydi, qo'mondan xatolishidi, qarajim, damollajim, xonum deb og'zimizni patmaydigan ism odamlar xatolishidi qarindoshlar. Buni biz muqarrar qilishimiz kerak. Ular har qanday bir normal insonlar xoli bo'lolmaydigan eyib nuqson xoli bo'lolmaydi. Shuning uchun biz o'zimizninki qo'mondonlari, o'zimizning boshchilarida bundoq yuqori o'lchamni qo'yib olmasligimiz kerak. Ular xatolashsa, bu inson xatolashdi deb, uning xatoini yushirishimiz kerak, uni batmara qilmasligimiz kerak. Mana bu shu nuqtaga nihoyatda diqqat qilamiz. Diqqat qilishimiz kerak. Mana bu yerda mush nuqta demoqchi. Endi ikkinchisi qarindoshlar. Rasulullah mush vaqalik yuz bergandan keyin Halima onamiz Rasulullahni onasiga topshirdi. Demak, Rasulullah bu yerda taxminan 3 yil, 4 yil mush ayolning qashida qoldi. Shuning bilan Rasulullah bilan bu ayolning o'tirsak aloqa uzildi. Lekin qarindoshlarimiz mush Makka bo'lgandan keyin bu ayol Rasulullahning qashiga kirdi. Qarsi bir ayol Rasulullohga qarab, shunda kulimsirab Rasululloh qarayotganligini ko'rib, Rasululloh bu kim degan chaqda, "Ya Rasululloh, bu sizninki inik onalari" desa, "Voy, onam kelibdi" deb Rasululloh o'rnidan chechirab, qopib, "Voy, ona" deb oldiq jugilab berib, boshqalarni qapimay chiqib turganlar uyda men onam bilan bir gaplashib olay deb, mushundaq Rasululloh voy ana bu necha vaqtning ahvolingiz qandoqdi? Voy bizning men ketgandan keyin ahvolinglar qandoq o'tdi deb shundoq bu ayolga izzat ikrom qilib, kim qaytadigan chaqda nurg'un bir narsani berib, to'g'ilab, ochliqni otib, yeydigan, ichadigan, qajlaydigan pulni berib, mushundaq bu ayolni yo'lga solib qo'ydi. Endi Hunayn g'azoti bo'lgan vaqtida Rasulullahning o'sha imikdash, ya'ni o'sha o'zininki inik onasidan bir yil bo'lgan bir imikdash bolasi, bola Shayma degan singlisi, endi imikdash singlisi Hunayn g'azotida dushmanlar bilan bir saf bo'lganlikdan Rasulullahning asirga tushib qoldi. Rasululloh buni bilib, musulmonlarni yig'ib, mening ashu imikdash singlim asirga tushib qoldi. Xalqallar mushu imikdash tuqqunimninki tuqqanlari zat hammasini xalqallar bir azat qilib bersanlar, xalqallar men o'z yerimdan pul chiqarib shularni azat qilaman deb Rasululloh shunda azat qildi. Biz buningdan nima tushunamiz? Rasululloh mushundaq vafodor, yaxshilik qaytiradigan, tuzkor, nankor emas deb qarindoshlar. Biz musulmonlar Rasulullohdan buni o'rganishimiz kerak. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi shundaq deydi. Men ustozim Hammadqa deydi. Namozni o'qisam duo qilishni unutdim deydi. O'ylab boqinglar. O'zining ustoziga 2 rakat namoz o'qigan vaqtida men shu ustozimga men duo qilmay qolmadim deydi. İmam Şafii rahmetullah, İmam Ahmad Hanbal rahmetullah alayh, men 40 yildan beri İmam Şafii'ga namozimda duo qilyapman, chunki men uning ilmidan foydalangandim dedi qarindoshlar. Yana bu musulmonlarga vafodor bo'lish, yaxshilik qilish, yaxshilikni yomonlik qilmaslik. Mana bu Rasulullahning hayotidan, mana bu darsdan mushundaq bir ishni, qimmat qarashlarni, axloq fazilatlarini o'rganamiz va hayotimizda buni tatbiq qilishimiz kerak qarindoshlar.
Bu Peygamber Aleyhisselam aniq etgan Peygamber banda o'tgan maqola u emas. Mening bu Peygamber Aleyhisselamning darsini o'rganishimizdagi oyat o'zim maqsadim mana mushunda siyosiy ish qanchalik siyosatdan, iqtisodiy muomaladan iqtisoddan, oilasi bilan muomala oila qanday muomala qilishda mushunda Rasulullohni o'rnak qilib Rasulullohning hayotidan mush ummatni qurib chiqadigan, ketadigan barliq qimmat qarach va yetaklash xarakterdagi ilm ma'rifatni bir davlat qurishdagi san'at mahoratni mash Rasulullohning hayotidan o'rganib ondan keyin bizga g'alba yo'lida mash Rasulullohning hayotini o'rnak qilib ummatni zalolatdan hidoyatga, zulmdan adolatga chiqarayli deb men bu darsni so'zildim deb shuni bilan bu yerda o'tadim qarindoshlarimiz. Demak qarindoshlarimiz, biz Rasulullohning 4 yoshda operatsiya qilinishdan mana mush mazmunlarni o'rganamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.